Urg'oqdiki o. Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. O. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. O'ning ayrim shakli. Misol o'q. O'ning ayrim shakli. Misol to'ppa. O'ning ayğıdan olunduğan şekli. Misal toz. O'ning ayğıdan olunduğan şekli. Misal radyo. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. To'ppa. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Toz. O harfining ayğıdan olunib keldigan shaklning yozilish tartibi. Radyo. O harfining ayğıdan olunib keldigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. On, ot, ton, o, ra, ora, no, ta, nota, o, ta, ota. İki oğlaq. Var iken, yo'q iken. Burunqi zamanda iki oğlaq bo'lgan ekan. Ular bir joyda tug'ilib, sakrab, taxlab, inoq yashaydi ekan. Bir kuni ikkisi tuyuqsiz inchik taxti ko'rikda bir-biriga duch kelib qopdi. Qara oğlaq oq oğlaqqa "Menga yo'l ber" debdi. Oq oğlaq "Yo'q, sen menga yo'l ber" debdi. Shuning bilan ikkisi bir-biriga zadil yo'l bermay usishibdi. Taqishib, oxiri har ikkisi suvga tishmollab tushibdi.